Muhammed ibn İsmail Buxari rahmetullahi aleyh vahiyning payg'ambarimizga qaysi shaklda boshlanganligi haqidagi bobda bir necha hadislarni bayon qilib keldida 6-chi hadisda mundoq deydi. Bizga Abdon degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdon undaqda Imom Buxoriyning ustozi bu kim o? Bu zot o'zi Abdullah ibn Usman al-Marvazi nomi bilan tanilgan, lekin Abdon degan ismi bakrak mashhur tanilib ketgan. Bu kishi Hijriyaniki 221-yili o'lib ketgan. Bu Marva hozirgi Turkmanistonda shu yerda o'tgan mashhur hadis olimi Ahli sunna vel jamoa firqasiga ulamolarning nazaridagi nihoyatda mashhur hadis olimi bo'ladi bu kishi. Bu kishi mesela Abdullah ibn Mubarak, Malik ibn Anas qatorliq katta büyüklerden hadis anlagan, ular ustozi. Bu kishi hamda Imom Buxoriyga, Imom Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai qatorliq mashhur hozirgi davrda kitoblarning mashhur bo'lgan hadis olimlariga hadis so'zlab bergan. Demak, bularning ustozi Imom Buxoriyning, Abu Davudning ustozi bo'ldi. Bu odam bunda ilmiy xizmat bilan qilib qolmasdan, hatto hayotida shu davrdagi pulida 1 million dirham pulni sadaqat qilgan deydi. Shu o'z zamonida. Demak, bu odam iqtisodda, ilmda shu paytlarda hali ko'zi ko'rgan kishi ekanda. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu kishini sifatlab, ishonchlik imom edi deydi. Undaqda hadis qabul qilingan mashhurlardan. Endi bu Abdon degan zot shundoq deydi, bizga Abdullah xabar bergan edi deydi. Bu qaysi Abdullahda undaqda? Bu turklarning faxri Abdullah ibn Mubarak degan zot. Bu odamniki dadasi turklardan, onasi Xavarizmdan. Demak, Xavarizm hozirgi O'zbekistonda, bir qism Turkmanistonda. Undaqda bu odam shu turklarniki faxri ham nayt katta savdogar shu ayni vaqtlarda ekan-da. Bu Türk olim hamda Hijriya 118-yili Umayyalar zamonida tug'ilgan. 20 yoshga kirgan vaqtida shu ilm elish yo'liga bangan bu odam hamda. Shundan boshlab ben nurg'un shu islom dunyosida aylanib nurg'un tabiinlardan hadis o'rgangan. Hamda davomli safarda bu odam shu o'zini aytib shu vaqtida ham ilmnimi, ham alamdimi ve shunday qilib iqtisodnimi ko'zi ko'ringan. Bu odam nayt ko'p safar qilgan ekan. Bu hadis ilmini shu o'rganaman deb, hadis to'playman deb Yaman, Misr, Sham, shu Iroq, Suriya, Basra, Kufa qatorliq shaharlarga nayt nechqatim qatnab borgan dedi bu odam. Bu odamniki mush hadis ilmi bilan shug'ullanishga sabab bo'lgan bir hadis nayt bek ta'sir qilgan ekanda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisida mening bir ümmetimden shu o'zining diniga munosabatli 40 hadisni yodlab qilgan bo'lsa, Alloh taolo bu odamni qiyomat kuni shu olimlar, faqihlar guruhi bilan shu guruhda Alloh tirildirdi degan hadis ta'sir qilib, shundan nayt ko'p hadislarni bu odam rivoyat qilgan, ham shu hadis ilmini o'rganish uchun nayt bek kuch talab qilsa bel bog'lagan bu odam. İshaq ibn Rahavi, Yahya ibn Ma'in qatorliq hadis olimlari bu odamniki shogird bo'ldi. Bu shogirdlar Imom Buxoriyga ustoz bo'lgan kishilar ayni vaqtida. Bu odamniki yana bir go'zal qilmishlardan bu haj vaqt bo'lgan vaqtida shu Marvada, hozirgi Turkmanistonda o'zining shu do'st yoralarini, taqvo solihlarni yig'ib deydiganda biz hajga boraylik degan ekan, o'zining boshqalarni biz hajga borsak deb maslahatlashib qo'ygan ekan. Undaqda pulni ekkanlar dedi ekan. Endi qanchalik topsa shu pulni oldi qo'ygan ekan, bu odam sanamaylar hamma pulni bir sanduqqa tashlab bilan qulib soldi ekanda. Hozirgi Turkmanistondan shu Marvadan Bag'dodga kelib, Bag'doddan Makka, Madina, shu muqaddas shaharlarga kelib, anda Madinaga kelib hammalarga so'g'i salomlarni ep berdi ekan. Sen manç pul berdin, sen pul berdin deyiş yok. Sanamaylarmi? Mekke'de soğuk salamlarını elip, Merve'ye, Türkmenistan'a apırıp, öylerini çıraylık ağıklap, geclep, yasıvıtep hem de. Yani şu ecden qaytqanınızda 3 gündeki çoğun bir toy qıp birdiken de. Tamaqni yegizip bulap, andan sandıqni qaytadan içip, eşip qalgan pulni bulağa üleştirip birdiğen gap. Bu mu bu adamın bir taqvalıqның, zahitliqning bir ifadesi. Bu adam Hicriye 181-yili Irak'ta dünyadan
o'tgan. Abdullah ibn Muborak bu yerda aytdi, bizga Yunus degan zot xabar bergan dedi bu hadisni. Bu Yunus kim o desak, Yunus ibn Yazid al-Qurashi. Bu adam biz tungi ders degan İbn Şahab Zuhari'ninki yaqin dostlarınınki biri. Bu adamın ait kattı muhaddis hem tabi'in. Bu adam hazır kıymış o Iordaniya'nınki Eyle degan şehirden. Bu adam 159 yılda Mısır'da ölüp ketken. Belki Abdullah ibn Mubarak muşu Mısır, muşu Iordaniya, Şam diyarlarında yürüyen vaqtida köleşken bolsa mümkün bu ustaz bilen. Bu Yunus degan zat köplegen bir kısım sahabalarning ballarından, Resulullah'nın aile tavabat, urug' tuqqanlardan izlay жүрüp shulardan hadis o'rgangan bir muhaddis. Bu zatning asosan hadis olimlari ishonchlik yozgan kitoblari, hadis kitoblarına ait to'g'ri, rostchil degan sifatlar bilan sifatlagan. Endi bu Yunus degan zat İmam Zuhri'de rivoyat qilibdi. Bu İmam Zuhri İbn Şahab Zuhari deb şu nom bilan mashhur, Zuhri nomi bilan mashhur. Bu kishiniki tarjimali burungi darslarda o'tab bo'ldi. Endi İmam Buxoriy hadisni bu yerda to'xtatdi. Ma isnadni, ma raviylarni bu yerda to'xtatib, bu yerdagi ha degan iborat bu isnad ma isnaddadir bu yerda to'xtatib turib, yana bir qoida, shunga o'xshaydigan qoida bir isnad bilan, rivoyat bilan bayon qilinmoqchi. Yana hadis qilib bizga Bishr ibn Muhammad deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bishr ibn Muhammad kim o? Bu adam 224-yilda o'lib ketgan adam. Marvazi nomi bilan mashhur. Marvazi deganda bu odamning yana shu hozirgi Marvada o'tgan, Turkmanistonda o'tganligi chiqib turdi. Bu adam hamda shu Abdullah ibn Muborakningki yana bir shogirdi sanaladi. Abu Ja'far an-Nuhas degan hadis olimi bu odamni ishonchlik zot degan sifatni bergan ekan. Endi bu Bishr ibn Muhammad deydi, bizga Abdullah xabar bergan edi deydi. Bu Abdullah biz bayatdan gapni qilgan Abdullah ibn Muborak shu ha. Endi Abdullah ibn Muborak deydi, bizga Yunus xabar bergan deydi. Bu Yunus biz oldida bayatdan so'ziga Yunus shu. Yunus ve Ma'mar. Yani Abdullah ibn Muborakka Yunus bilan Ma'mar ikkisi o'xshash tang so'zlab bergan ekan. Ma'mar kim edi unda? Endi Ma'mar ibn Rashid bu kishi. Bu kishi o'zi Hijriya 153-yilda o'lib ketgan. Bu mu hadis rivoyat qiladigan ulamolarning biri, muhaddislardan. O'zi Basrlik. Bu odam keyingi mezgillarda Yamanda o'lib ketgan. Chunki Yamanda shu yerda yerlashib, Yamandan to'y qilib shu yerda o'lib ketgan. Bu kishi mo İmam Zuhrining, İbn Şahab Zuhrininki yaqin shogirdlaridan. Shu odam bilan davomli birga turib bu odamdan ko'p narsalarni o'rgangan. Bu odam Yamanda ham asosan shu dars o'qitish bilan, fatvo ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Hamda hadis ulamolari bu odamga bergan baholarda o'zi faqih, nayt hofiz edi, nayt aqlli odam edi, ishonchli odam edi degan sifatlarni beribdi. Ham İmam Zahabiy rahmatullohi alayhi bu odamni sifatlab hujjat imom, hofiz imom, islomning shayxi, büyük ishonchlik mashhur zot deb bunday sifatlarni bergan. Bir qism kishilar bo'lib İmam Nasai rahmatullohi alayhi bu Ma'mar nayt ishonchlik omonatdor odam desa, Yahya ibn Ma'in ishonchlik odam edi deydi. Bu adam hamda ko'pligan ayni vaqtdagi ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Bu adamdanmi ko'pligan shogirdlar hadis rivoyat qilgan. Mesela Abdullah ibn Muborak, Ibn Uyayna degandek zotlar. Mesela Abdurazzoq San'ani deymiz, shu Yamanniki ayni vaqtdagi ulamolardan. Endi bu kishilar Yunus ve Ma'marlar Zuhriydan rivoyat qildi. Zuhriy va İbn Shahab Zuhriy shu. Uning o'xshash deydi. Endi Yunus baştaki rivayette şu Yunus Zuhriydan mush hadisdan hozirgi hadisninki mesela biz tuz so'zlamoqchi bo'lgan aslida bu hadis mushning o'zini bayon qilgan bo'lsa, rivoyat qilgan bo'lsa, Ma'mar Umar ibn Zuhriydan, İbn Shahab Zuhriydan mush hadisga o'xshab ketadigan mazmundagi bir hadisni rivoyat qilgan deydi. Undaqda İmam Zuhriy deydi, "Menga Ubaydullah ibn Abdullah xabar bergan edi" deydi. Undaqda bu hadisni rivoyat qilgan odam İmam Buxoriyga ikki bo'ldi. Biri Abdan, biri Bishr ibn Muhammad. Bu endi İmam Zuhriyga bu hadisni so'zlab bergan Ubaydullah ibn Abdullah degan zot. Bu kishi shu Hijriyaning 98-yili o'lib ketgan, o'zi tabi'in, Madinada yashagan odam.
Bu kişi nayet köp hadis rivayet qilgan. Medinede biz neç gün azap kılavatımız Medine'deki en dağınık 7 fakih ötken dep. Şu 7 fakihinki biri Medine'deki nayet katta alimlardan. Hatta Ömer ibn Abdülaziz'inki ustazı buldu bu adam. Bu kişi hem de Peygamberimizdeki sahabelerden Abdullah ibn Mesud'a tuqqan kıldığı adam bu hem de. Evet, tuqqan kıldı. Bu adam şu Medine'de yaşaganken Medine'den ait köp ulemalarning qo'lida hadis o'rgangan, ilm o'rgangan. İmam Zuhri bu adamni sifatlab shu ilmda dengiz odam edi deb sifatlangan ekan bu adam. O'zinki oxirgi hayotlarida bo'lib shu ko'z ko'rmay sulab qolib qari holatda dunyodan ketgan. Bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan Abdullah ibn Abbas, Abu Hurayra, Oysha, Abu Talha, Zayd ibn Khalid, Abu Said al-Khudri degandek. Bu adamdan munoyatda ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Masalan, shogirdi Ibn Shihab az-Zuhri, uningdan boshqa mashhurlardan Salih ibn Kaysan qatorliq hadis olimlari bu adamdan hadis rivoyat qilgan hamda. Bu adamni İmam Vaqidi degan mashhur ulamo, ishonchli faqih olim edi, ko'p hadis rivoyat qilgan, ko'p she'rlarni biladigan odam edi deb sifatlagan. Abu Zar at-Razi bo'lsa ishonchli omonatdor imom deb sifatlagan. Undaqda bu adamning hadisi qabul qilinadigan turdagi hadislar qatoriga kirdi. Endi bu adam Abdullah ibn Abbasni rivoyat qilibdi. Ustoz bo'ldi hamda. Abdullah ibn Abbas Peygamber sallallohu alayhi vasallamning jiyani. Bu kişinin tariximi tüngi derslarda ötep buldu. Endi bu kişi deydi Abdullah ibn Abbas Peygamber aleyhissalatu vesselam şu adamların içinde en sehi mert adam idi deydi. Bolup mu Cibril aleyhissalatu vesselam Ramazan'da kilip uçuraşqa vaqtida teximi bek sehi bulup ketedi deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarının her keçileri Peygamberimiz bilan uçuruşup Kur'an'ı muzakir kılıp Kur'an'ı endi bu yerda Cibril aleyhissalatu vesselam hem Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan uçuşup ulpatlashib Kur'an'ı şu Ramazan aylarida ular kechlarda tekrarlashib, tushunishib, bir muloyiza qilishib degandek hamda Kur'an tadqiqotini qilish bir deganda hatto hamda Peygamber aleyhissalatu vesselam mush yaxshi ishlar kelgan vaqtda nihoyat mard sex edi deydi. Hatta o'xshitib bu yerda salqin mayin shamoldimi bakrak sex edi deydi. Undaqda hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu ikki esl sifatlar bayon qilinibdi. Buningda Ramazonda Rasulullohning biri nihoyat sexligi, mardligi sifatlangan bo'lsa, yana biri Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu ayni alayda bir xil Qur'on iyi, Qur'on tadqiq qiladigan, Qur'on o'rganadigan, o'qitadigan, Qur'onni tafakkur qiladigan bir oy qilib belgilaganligi chiqib turibdi. Alloh taolo hammamizningki shu Ramazon oyini Qur'on iyi, yaxshilik qilishga Alloh muyassar qilsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.